Assalomu alaykum. Men kardiolog shifokor Qudratov Farhod. Bugun qon tomirlar zanglashi, ateroskleroz haqida gaplashamiz. Ateroskleroz bu zararlangan arteriya qon tomirlarida xolesterin, yog' va boshqa moddalarning to'planishi natijasida hosil bo'lgan plaklar tufayli qon tomirlarining torayishidir. Bu jarayon yillar davomida davom etadi va bosh miya, yurak va boshqa organlarda qon aylanishining surunkali buzilishi kuzatiladi. Ateroskleroz bir necha bosqichlarda rivojlanadi. Dastlabki bosqichda qon tomirlar endoteliyasining zararlanishi hisoblanadi. Bu bosqichga sabab bo'luvchi omillar asosan chekish, qandli diabet va yuqori qon bosimi hisoblanadi. Keyingi bosqichlarda qon tarkibida yuqori xolesterin, semizlik, kam harakatlilik, genetik omillar va surunkali infeksion kasalliklar natijasida kasallik yana-ham rivojlanib boradi. Aterosklerozning dastlabki bosqichlarida hech qanday alomatlar kuzatilmasligi mumkin. Keyinchalik zararlangan tomirlarga qarab stenokardiya, nafas siqishi, bosh aylanishi va oyoqlarda og'riqlar kuzatilishi mumkin. Og'irroq holatlarda esa ishemik insultlar va miokard infarkti kuzatilishi mumkin. Aterosklerozni aniqlash uchun qon tahlili, EKG, ultratovush tekshiruvi, koronografiya va angiografiya kabi tekshiruv usullari qo'llaniladi. Davolash turmush tarzini o'zgartirish, dorilar qabul qilish va ba'zi hollarda jarrohlik amaliyotini o'z ichiga oladi. Oziqlanishni o'zgartirish, yog'siz oziq-ovqat iste'mol qilish, meva va sabzavotlarga e'tibor berish. Jismoniy faollik, harakat qilishni ko'paytirish, yurish, suzish yoki sport bilan shug'ullanish. Dori-darmonlar, xolesterin darajasini pasaytiruvchi dori vositalari yoki qon bosimini boshqaruvchi dori vositalaridan foydalanish. Xirurgik aralashuvlar, og'ir holatlarda stentlash, protezlash yoki aorta koronar shurtlash kabi jarrohlik amaliyotlari o'tkazilishi mumkin. Aterosklerozni oldini olishda sog'lom turmush tarzi muhim rol o'ynaydi. Muntazam shifokor ko'rigidan o'tish, to'g'ri ovqatlanish, faol turmush tarzi, chekishni tashlash va stressni boshqarish tavsiya qilinadi. Yurak sog'lig'iga e'tiborli bo'ling. Ushbu video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing va kanalga obuna bo'lishni unutmang. Savollaringiz bo'lsa, izohlarda yozib qoldiring.